chesnok ekish xarajatlaringiz o'ta yuqorimi? Odam ishlatib charchadingizmi? Bu video aynan siz uchun. Tell me if I'm looking better. Just the other night I was playing with this Beretta. I've just been so fed up. Hurmatli kuzatuvchilar, mana bugun biz sizlarga chesnok ekishni osonlashtiruvchi apparat, uskuna Seilka Chesnokmatic haqida Nurli akalarimiz obzor qilib beramiz. Bu apparatimiz dehqonlarning ishini yengillashtiradi, osonlashtiradi, tezlashtirib beradi. Chesnok, nush piyoz, danakli mevalarni ekishga 70li, 60li egatlarga ikki qator qilib ekib beradi. Xohlaganlar bir qatorini ishlatishi mumkin. Ikki qator qilib ekkanimizda oraliq masofasi 17 sm va 20 sm gacha kengaytirishimiz mumkin. Qator oralig'ini. Xo'p. Urug' tushish orasini, chesnok tushish orasini mana bu yerda jadvalimiz berilgan. 6 xil pozitsiyada tushar ekan, to'g'rimi? To'g'ri. Значит, 8, 9, 10, 11,5, 13,5 va 16 sm. Bu mana mashinani skorostiga o'xshagan ekan. Skorosiga, uzatgisiga o'xshagan narsa bu. Shunda siz 8 santimetrdan 16 santimetrgacha masofada ekasiz. 6 xil pozitsiyada ekamiz. 6 xil pozitsiyada. Uqalangan chesnoklarni solinadi. Uqalangan chesnoklarni bu bitta-bittalab Tortib oladi, tortib keyin mana buni ichiga tashlar ekan. Bu yerdan tushadi. Keyin mana diskani orasiga kiradi. Diskani orasiga tashib beradi. Diskamiz tuprog'i yorib, chesnok tushishiga ta'minlab beriladi. Mana bu nima uchun? Orqasida chesnokni yopib, zichlab ketadi bu. Mana bu joyimiz. Chesnok tushish chuqurligini rostlash uchun xotirlab qo'yiladi bu. Hozir maksimal tushgan holatda. Bu yerda maksimal tushgan joyi, bu yerda hozir 3,5 santimetrgacha chuqurlikka ekib berish mumkin. Apparatni yetaklab ishlaganida taxminan 1 gektardan 1,5 gektargacha ekish mumkin. O'z qo'l kuchlari bilan. Motoblok traktorlarimiz bor. Ana o'shalarga rostlab, ulab olsa 6 gektargacha ekishimiz mumkin bir kunda. Dehqon akalarimiz bu apparat bilan ishlaganda xarajatlari kamayadi. Xo'p. Nimani hisobiga? Sanaymiz. 1 gektar chesnok ekish uchun bir kunda 8 tadan 15-16 tagacha inson qatnashadi. 10 ta ayolimiz ishlasa 2 million xarajat ishlarga ketyapti. Uni transport xarajatlari bor. Olib boramiz, olib kelamiz. Uni obetini, ujunini tashkillashtirish xarajatlari bor. Undan keyin yana ichiga kiradigan bo'lsak, u chesnokka to'g'ri ekyaptimi, uni nazorat qilamiz. Agar chesnokka teskari ekib qo'yadigan bo'lsa, chesnok unmadi degani. Bu dehqon uchun minus degani. Bu apparat bilan ekkanimizda o'sha xarajatlarimiz yopiladi. Bu minimal 1 gektarimizga to'qqiz. Agar 5 gektar, 4 gektar, 10 gektar haqida gap ketganda, bu chesnok masterimiz yonga qolaveradi. Ishchilarni ishlatganimizda chesnoklarimizni har xil oraliqqa chamada qo'yib ketishadi. Bu degani ertaga chesnoklarimiz yetilganda ular katta kichkina bo'lib, har xil bo'lishiga sabab bo'lib qoladi. Bu apparatimizni ekkanimizda oraliq masofasini tanlaymiz. Oraliq masofasini tanlaganimizdan keyin bu bir xil oraliqqa tushadi. Biz tanlagan oraliqqa tushadi. O'shani hisobiga chesnoklarimiz bir xil kattalikda yetilib pishadi. Hurmatli kuzatuvchilar, mana Chesnokmaticni xarid qilsanglar, demakki ekish xarajatlari juda arzon bo'ladi. Ko'p odam ishlatib o'tirmaysizlar, ovoragarchilik bo'lmaydi. Aniq va bexato ekib beradi va tez ekib beradi. Dalillarni ekib olgandan keyin albatta buni arendaga chiqarib foyda qilsanglar ham bo'ladi. Chesnok sarimsoqlar qanday tarzda tushadi yerga? Qarang, Mo'min aka, chesnoklarimiz o'tga ilib oladi. Ilmaganining hisobiga bu bitta-bittalab oraliq masofamizga tashab beradi. Tashab bergan chesnogimiz aynan bizlar ishchilarimiz ekkandek pastga qarab turmaydi. Yotqizib ekadi. Yotqizib ekkanda bunday tushishi mumkin yoki bunday yotqizib ekadi. Yotqizib ustini tuproq bilan ko'mib ketadi. O'simliklarda shunaqa narsa bor. Yuqoriga qarab o'sish degan. Bu chesnoklarimiz nam teggandan keyin yuqoriga qarab o'sib, bir tekisda joylanib oladi. Eng muhimi, hamma chesnoklarimiz bexato ko'karadi. Qarang, endi ekuvchilarimiz yo tepaga qaratib ekib qo'yishi mumkin yoki pastga qaratib ekib qo'yadi. Pastga qaratib ekkanimizda chesnok bu yutuq bo'ladi. Lekin tepaga qaratib tomir chiqaradigan tarafini tepaga qaratib ekkanimizda u chesnogimiz 1000 nam kelganda ham ko'karmaydi. Bu kunda sarg'ayib o'ladi degani. Bu chesnoklarimiz yotqizib ekkanimiz hisobiga ustiga biroz qism
1 santimetr, yarim santimetr tuproq ko'milganini hisobiga 100% ko'karadi. Demakki, bu chesnokmatikni xarid qilishga asos bo'la oladi. To'ppa-to'g'ri. Hurmatli kuzatuvchilar, albatta bu videoga like bosinglar, chesnok ekadigan akalarga albatta ulashinglar va ikkinchi qismida biz chesnokni ekish dala jarayonidan syomka qilib tashlab beramiz. Agar podpiska qilib kuzatib borsanglar, albatta uni ham ko'rasizlar. Kimga chesnokmatik kerak bo'lsa, pastdagi ko'rsatilgan telefon raqamlariga aloqaga chiqinglar. Zeya kompaniyasi sizning ishonchli hamkoringiz. Salomat bo'linglar.